Qahvali. Tomda 3 ga chiqib olib. 15 metr joydan mana shu arava mahsulotimizni tashlash sinovdan o'tkazamiz. Ustalar o'zlaringga ehtiyot bo'lsanglar bo'ldi. Balandlikni ko'ryapsizlar. Mana yerdan ham tashlasanglar bo'ladi desa, yo'q, dedi, tevadan tashlaymiz deyishdi endi. Bilmadim nima bo'lar ekan. Hozir sizlar bilan birgalikda buni guvohiga bo'lamiz. Öylege ichiga chiqib oladi. Aravachilar uchun challenge. Arabalarimiz Tayyormiz, davay. 1 aravachilarga 2 aravachilarga vizib, kim aravasini shuncha joydan tashlab shuni o'tkazib beradi. Vo, betonni qaranglar. Ko'tarchi, aravani tikalachi o'g'ajon. Betonni shuncha joyini o'ydi. Uyaribdi. Aravani qaranglarchi endi. Ko'tarchi ekan, yetalachi bir. To'g'ri, ko'tar, yetalachi. Mana choklarni ko'ra olamiz. Mana choklari hech qanaqa narsa bo'lgan yo'q. Hamma yog'i butun, xudo xolasa hozir endi. Qani endi? Radiodan yorilib qo'ygan yo'q. 15 metr balandlikdan tashladi aravani. 15 metrdan ha? Oldini ham bitta ko'raylik, to'g'ri tursin. Qo'ychi. Endi qaranglar, asosiy nagruzga tushgan joydagi suvatkani ko'rsatamiz. Akalar, endi nima deb o'ylaysizlar? Biz shunchalik nagruzga bera olamizmi aravaga? Balansirovkasi yo'qolgan yo'q. Mana choklari hamma yo'q. Mana pachiniklari. Kulib ham qo'ymoqchi yonlari. Bitta mana bu yerdagi asosiy nagruzga tushgan joyi. Lekin mana holat akalar. Yorilishlarsiz